Uyghur Tilemchi Emes, ئېزىلگۈچى Aptori ئابدۇۋەلى Ayup. Bugün bir sahavet teşkilatının Uygurlar hakkında çıkargan müracaatnamasını gördüm. Müracaatda 50 mingdan artık Uygur Türkiye'de yaşaydı. Köpüncisi ayallar ve balalar. Ularning yeydigini yok. Taşlandık tamaklarını yep yaşavatıdı, dep iyani toplashqa başlaptı. Men bu müracaatni görüp, yalgan ma'lumotlardan afsuslandim. Gerçi bu işte Uygurga yordam qilish mazmun qilingan bo'lsa-mu, men bu g'amxo'rlikdan qilchi mamnun bo'lmadim. Biri Türkiye'deki vatandan yeni çıqqan, ersiz ayollar ve yetim ballar müracaatda deyilgandek 50 ming emas. Ular hech qachon tamoqsiz qilib, tashlandiq yemekliklarga tayinib yashavatqani yo'q. Uyghur hech qachon u kunga qolmag'ay. Uyg'urning dardi bor, qiyinchiligi bor. Ammo Uyg'ur ishchan millat, ishlab yashaydigan millat. Och qolsa-mu ishlab och qoladigan, ko'chadagi tashlandiq tamoqlarga, ko'chadan o'tgan kechganlarga qo'l uzadigan millat emas. Anglasam, bu yordam to'plash ishiga İstanbuldagi dernakchi va sarxillar aralashganmish. Bu ishga arachi bo'lgan ey Uyg'ur, anglab qo'ying. Av yalgan qizil xatlarni o'chirgizing. Bizga pul kerak emas. Pul topadigan yo'l kerak. Bizga hunarlik bo'lish, mahoratlik bo'lishni qo'llash kerak. Sadiqa kerak emas. Bizga haqdan qolgan osh kerak emas, ish kerak. Bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ishga tonishtirguchi bo'ling, hunar o'rgatguchi bo'lingki, tilamchilik ko'ndirguchi bo'lmang. Bizning qiyinchiligimiz Xitoy zulmi. Bizning azobimiz vatan azobi. Bizning dardimiz tirik ayrilishning, muddatsiz surgun qilinishning dardi. Şuna bizga yordam qilmoqchi bo'lsangiz, dardimiz bilan dardlining, dardimizni do'stlaringizga so'zlab bering. Xitoy zulmini to'sish uchun murojaat qiling. Xitoy melini cheklashga safarbarlikka o'ting. Jamoatingizni, mahallangizni tashkillab, Xitoyga qarshi namoyishga tashkillang. Chunki biz ezilgüchi. Ammo yig'imizni ko'rib, yonchuq ko'lamang. Qo'lingizdagi bolkini sudmangki, g'ururimiz sunmasin. Xitoy zulmini yo'qotish uchun duo qiling. Ammo bizga sadiqa qilish badaliga bizdan duo kutmang. Chunki biz ezilgan xalq, ammo haqqa tilangan xalq emas. Mana bu sadiqa yig'ish e'loni.